ro'zalarni ham boshlab oldik endi bu yog'iga. O'rtoq uzr o'rtoq, ming bor uzr. Atelab qilmadim o'rtoq. Naqolsan, ha? Kechir o'rtoq, bilmasdan bexosdan qildim. Kechir. Bo'pti endi. Ro'za nima deymiz? Xotinga aytamiz, kirmoshina tiqa toza bo'lsa kerak endi. Necha marta aytdim, shu kir mashina buzilgan, tuzatib bering deb. Yana qo'limni yuvishimga to'g'ri keladi. Alo. Adasa, mehmonlarga kelayotganimda pilisov nima bo'ldi? Tuzatdingizmi? Xotin, hozir shu zarilma. Iftor qilyapman, qornim och. Yengga olib beraman shu plisosni. Tinchlikmi? Ha, tinch. Nima o'tirdim? Xullas, keyingi iftorlik mendan. Vaqtim yo'q, ishim chiqib qoldi, unaqa narsa demalaring. Joyiga odam boshiga pul to'lanadigan joy gaplashib qo'yganman. Nima yeymiz? Cho'tki go'sht yeymiz o'rtanu. Apparatlarda allambalo qilib pishirib beradi dedim-ku. O, ketadi. O'shandan yeymiz. Aytgandek, keyingi hafta Fozil hoji akam umradan kelyaptilar. Ya, 50 kishilik iftorlik deganlar. Bizani ham aytganlar, bormasa uyat bo'ladi. bo'ldi. Qaysi hozirga? Zavod. Ha, bo'ldi, esladim, yaxshi. Bunaqada bahodan keyin meniki. Men o'zim cho'tki qilib iftor qilib beraman. Joy yo'qda sallagan. Zo'r. Kasonni uyaltirish yo'q, mendan bu iftorlik. Endi shuni Yo'q, mana bo'ldi. ovqat olib kelursinmi? Ovqat tezlashib. Aystisidan ham aytib bor. Bo'ldi. Mazza yeymiz. Voy, assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Nima qilib o'tiribsan? Saharliga somsa pishirayotgandim. Gazimiz ishlamayapti-yu, mana seni qo'yib yuborsam, olov o'chib qolyapti. Sizga aytdim-ku, ishlamayapti deb. Qanchadan beri o'tiribsan? 20 minutdan beri. Hozir 5 minutda pishib qoladi. 20 minutdan beri mashina ushlab o'tiribsanmi? Mhm. Men ushlab o'tiraman, ber. Yo'q, siz kiyimlaringizni almashtirib dam olavering. Bo'pti, ushlaman. Tanlovingiz juda ham zo'r aka. To'rttala komfortkasi ham gazli bo'ladi, duxovkasi 65 litrlik. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi, keyingi yoqadigan variant, mazza qilib ishlatganlar. Bo'ladi, aka. Menga shunisi ma'qul. Shuni o'rab beraversan? Xo'p bo'ladi aka. Unda hujjatlarni rasmiylashtirib turaveraman. Xo'p, aka, rahmat. Ha? Nima bo'ldi? Qalay, mashina oldim. Zo'r ekan. Muslim qani? O'g'ri. Pulsa soat. Xullas bolalar kirmoshinani ko'rib vijdoni qiynalib ketdi. Kir mashina mayli. O'sha kuni uyga borsam, xotinim gaz plita o'chib qolmasin deb ushab turgan ekan. 25 minut. Tasavvur qilyapsan? He, o'zichi mana 8-mart, yangi yil sovg'alar berishni bilamiz-ku. Ha. Mana shu Ramazonni ham hadya qilishni odat qilishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Bayram bo'lgandan zo'r bayram Ramazon. Ketdi. Keyin baho, iftorlik sanigaling edi. Xo'p, vaqtiga yetib olaylik, iftorlik vaqtiga.